alaykum. Hurmatli Rustam Abdullayev hamda boks oilasi, boksda fidoyilari. Bugun juda ham bir xursand bo'ldik. Haqiqatan ham mana Rustam ukamiz o'zini jahon chempioni ekanini yana bir marta isbotlab, Filippinlik raqibini Amerika Qo'shma Shtatlarida yutishib, yutganda ham juda bir chiroyli yutishib, xalqimizni, prezidentimizni hammani xursand qildi. Men o'ylaymanki, mana shu g'alabalar bardavom bo'lib, yana yilki Osiyo o'yinlarida va 28-yil o'tadigan o'sha Rioda, anaqadagi Los Anjelesdagi Olimpiada o'yinlarida ham hammamizni xursand qilasiz deya umid qilamiz. Murabbiylarimizga, federatsiya, barchasiga sport vazirligi nomidan, Milliy qo'mitasi nomidan, mana shu yerdalar barcha nomidan sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Ura, sog' bo'linglar. Bizimizda an'analar bor. An'analar o'zimiz. Mana shu Bahodir Jalolov maktabining bolalari chiqishgan, bizlar Rustam akamizni g'alaba bizga yutsin deb. Ha, iloyim. Amin. Amin. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Yaqindan turib olib, orqaga qo'yasiz.